tijoratchi shartnoma tuzgan. Shartnoma qilib tijoratchiga kirish kerak ekanda, bu pulni keyin nima qilish kerak ekan? Shuni nomi qo'yib ketadi. Nechta soliqchiga boshqa qildim. O'zim deputatlarga ko'rsataman. Demoqchiman, bu masalalar ham yechilganda, o'sha sizlarniki eng asosiy narsa mana hokimliklar doim bizga topshiriq beradilar, ishlarga turgan kaptanlangan boshqa. Endi devasa buni rahbarlar tushunadigan siz sohada. Shunga bizga ko'proq ma'lumot kerak. Sizda qancha mablag' bo'lishi kerak idorada yoki bo'yicha shunday masalalar bo'yicha bizga balki hozir tayyor bo'lmasangiz, keyingi sessiyada sizga ma'lumot kerak. Aniq ma'lumot. Savolingiz uchun rahmat. Hozir imkoniyat boricha javob berishga harakat qilaman. Siz aytgan ma'lumotlarni har oyda 20-sanasiga taqdim qilishga harakat qilamiz. Chunki bizda hamma dasturlar ishga tushirilgan. Yangi tizim, yangi dasturlar bo'yicha ishlayotganmiz. Haqiqatan ham og'ir ijtimoiy vaziyatga tushganlarni o'sha qo'llab-quvvatlash maqsadida bizda saxovat va ko'mak mablag'lari bor. Bu mablag'lar o'sha byudjetda orttirilgan mablag'lar hisobiga har bitta mahallani nafaqa oluvchisi hamda nogironlar soniga taqsimot qilinadi. Bu mahalla o'sha mahallani o'zida bo'ladi. Saxovat ko'mak mablag'lari bu o'sha 7lik xulosasi bilan taqdim etiladi. Haqiqatan ham uy-joy ta'miriga, mana o'zingiz aytib o'tdingiz, uy-joy ta'miriga pul mablag'larimiz chiqish juda qiyin edi. Hozirgi kunda saxovat ko'mak mablag'larimizni aynan uy-joy ta'miri yo'nalishini berkitib turildi. Chunki o'sha fuqarolarga qulay sharoit yaratish maqsadida yangi tizim joriy qilinmoqda. Hozirgi kunda saxovat ko'magimizning 5 ta yo'nalishlari voucher orqali fuqarolarga osonlashtirish yo'li bilan voucher orqali amalga oshirilyapti. Ya'ni bu yo'nalishlar oziq-ovqat, tibbiyot, kiyim-kechak, ijara hamda mana qish mavsumiga yoqilg'i energetikalarga to'lash yo'nalishlarimiz hozirda xizmat olib bormoqda. Siz aytgan yo'nalish bo'yicha yangi tizim joriy qilinadi. Bu ham o'sha fuqarolarga qulaylik yaratish maqsadida. Rahmat. Ma'lumot berish uchun ijtimoiy xodimlarga aytib ko'rsangiz, bu deputatlarimiz ijtimoiy xodimlar ko'rishsa, bu endi bizdan yo'llar turmagan ma'lumot berdi desa, bundan sizga ma'lumot berish kerak ish mumkin. Sizlar avvalambor uni qo'lida shu hududingizdagi nogironlar puli qanday olingan? O'zingizdan endi siz qo'lingizda bo'lsa hududingiz ochmang. Men nogiron bo'lib ketyapman. Yoki meni muhtoj qo'yib olib ketyapti deb siz ijtimoiy xodimlar gaplashganmisiz? O'zingiz hududingizda ijtimoiy xodimlar. Bu hozir u o'rab berganlar yana shart etadi. Sizlar eng yaxshi yo'li hududingizdagi ijtimoiy xodim bilan o'sha 3 ta mahalla bo'lsa